$100 ga qo'limda telefondan qaysi birini xarid qilgan bo'larlaring do'stlar? Kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan biz Gold Mobile'da mana shunaqa chegirmalarni boshladik. Do'stlar, qo'limda Note 15 12 256 xotirali telefon. Bunisi S15 8 256 xotirali telefonlar. Bu telefonlar bir paytlar $1000 bo'lgan. Hozirgi kunda atiga $100 ga qo'limda ikki telefonlar bittasini yutib olishlaring mumkin. Buning uchun bizga Gold Mobile Telegram va Instagram kanaliga, YouTube'ga a'zo bo'linglar va Instagramda videoga o'tib izohda Note 15 yoki S15 ni izohda qoldiringlar. Ramazon 2-kuni xudo xolasa biz g'olibni aniqlaymiz va 2-kuni Note 10 yoki S15 ni $100 ga berib yuboramiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa yana qanaqa telefonlarda aksiya qilaylik, o'zlaring kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni keng tarqalish uchun mana shunaqa flagman telefonlarni atiga $100 ga xarid qilmoqchi bo'lgan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Do'stlar, bundan keyingi telefonlar qanaqa telefon qo'yaylik? Samsungdan tashqari Redmi mi, iPhone mi, yana qaysi telefon modelini biz aksiyaga qo'yaylik? Sizlar kommentariya yozib ketinglar. Biz xudo xolasa sizlarga bundan zo'r telefonlarni qo'yib boramiz. Bundan tashqari Ramazon oyiga chegirmalarimiz davom etyapti. Gold Mobile tarmoqlarini kuzatib boringlar do'stlar. Men sizlarga qo'ldan kelgancha ishonchli va kafolatli juda ham zo'r telefonlarni juda ham arzon narxda xudo xolasa qilib beraman. Bo'lmasam boshladik videomizni, narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Ramazon chegirmasi boshlandi do'stlar. Men sizlarga juda ham ixcham va kuchli flagman bo'lgan Samsung Galaxy S10 telefonlarini mana hamma rangidan xudo xolasa yetib keldi bizga. Holatlari hammasi idealni yangidek bo'lib turibdi. Bu telefonlarimiz ofitsialniy imekadan o'tgan. Bu telefonlar xotirasi 8 ga 128, hattoki bizda 8 ga 512 xotiraliklari ham bor. Yarim terabayt degani do'stlar. Mana holatlari ham idealniy yangidek sostoyaniyada bo'lib turibdi. Qirilgan, shilingan joylari yo'q. Xudo xolasa bu telefonlarimizni shoshilinglar. 512 taliklari ham mana qo'limda bor. Bularning narxini men sizlarga do'stlar $150 qilib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, sirazi aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa soni chegaralangan. Bundan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S20 Fe. Mana bunaqa juda ham oq, tiniq, idealniy sostoyaniyasi. Bunaqasi o'ta kam keladi. Koreyadan kelgan, hali bu O'zbekistonda ishlamagan, Koreyani o'zida ozmoz ishlagan. Ekran holatlari tiniq, abadoylargacha qirilgan, shilingan joyi yo'q. Qaranglar, alyuminiy qilib ishlangan yo'llari ham. Tushsa ham ancha-munchaga sinib netmaydi. Mana bunaqa kuchli flagman bo'lgan bu telefonimizni bizdan chegirmada $168 ga xarid qilishlaring mumkin. Bundan tashqari bizdan telefon xarid qilsalaring do'stlar, bolajonlar va farzandlar uchun mana bunaqa Ramazon hadiyasi, men mana bunaqa kalonkalarni bonusiga qo'shib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bizdan xarid qilinglar do'stlar. Xo'p, S20 Fe'dan kelgan telefonimiz S20 Plus telefonini men sizlarga chegirma narxda S20 narxida $178 ga S20 Plus telefonini men sizlarga xudo xolasa yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Bepul butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bemalol pochtaga borib, ko'rib tekshirib olsalar ham bo'ladi. Faqat bizga obuna bo'lgan bo'lishlaring shart albatta. Bundan keyingi telefonlarimiz Samsung Galaxy S21. Juda ham kuchli bo'lgan flagman, batareya jihatdan, ishlash jihatdan har tomonlama o'ta ham ideal, o'ta ham kuchli telefon. Qaranglar, hamma rangidan bor. Qo'limda qorasi ham bor, violet sveti ham bor, oq rangi ham bor. Bu telefonlarimiz idealniy tiniq sostoyaniyada bo'lib turibdi. Men sizlarga do'stlar, bularning narxi, boshlang'ich narxi $185 dan $205 gacha holatiga qarab chiqadi. A holatda idealniy yangidek bo'lganlari $205, sal ozmoz ishlab g'ilob izi yoki ozmoz ishlaganlari $185 gacha bor bizda. Holatiga qarab chiqaveradi. Sizga qanaqasi bo'lsa, bemalol tanlaylar, biz sizlarga garantiyasini beramiz. Bundan keyingi telefonimiz S22 8 ga 256 xotira Snapdragon prosessor bilan jihozlangan bu telefonimiz. Mana qaranglar, hamma rangidan bor bizda. Gold Mobile'da bu telefonlar narxini $275 sotyapti. Men sizlarga chegirmada do'stlar, bularning narxini atigi $258 dan qilib beraman. Narxlarga e'tibor berib berasizlar. $258 dan chegirmada. Faqat bizga obuna bo'lishlaring shart albatta buning uchun. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz do'stlar. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S23 flagman.
8 ga 256 xotirasi, Snapdragon protsessor. Bu telefonimiz bitta sim karta, bitta esim tushadi. Bemalol maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Uydagi onaxonlarimizni, mana ayollar juda ham xursand qiladigan telefon. Qaranglar, ideal holatda. Faqat sal mana shu yerda g'ilofni izi chiqib qolgan ekan, sal shilingan. Lekin narxi juda ham arzon. Men sizlarga S22 ni narxida qilib beraman bu telefonni. $299 S23 ni Gold Mobile do'konidan xarid qilsalar ham bo'ladi. Mana bunaqa oq rangi ham bor. Buni narxini $345 sotyapti. Men sizlarga chegirmada bir dona bor, shoshilinglar. $328 qilib beraman. S23 bitta sim karta, bitta esim, ikkita sim karta qilib bemalol ishlatsalar ham bo'ladi do'stlar. Endi men sizlarga S23 ni narxida S23 Plus taklif qilaman. Ideal yangi deb bo'lib turibdi holatlari. Xotirasi 8 plus qo'shimcha 8 operativga 512 xotira, yarim terabayt degani. S23 Plus. Mana bunaqa ideal sostoyaniyasi bir dona qo'limda turibdi. Men sizlarga bu telefonni chegirmada shoshilib qolinglar. Atiga $365 ga qilib beraman do'stlar. 256 xotiraligi ham hozirgi bozor narxida hamma magazinlar ko'rib kuzatsalar ham bo'ladi. Narxi $385 sotishyapti 256 ligini. Men 2 baravar xotirasi balandini chegirmada $365 ga qilib beraman. Faqat bu Ramazon aksiyasida Gold Mobile xaridorlari uchun. Telegram va Instagram, YouTube tarmoqlariga obuna bo'lgan bo'lishlaring shart. Bundan tashqari aytib o'tganimdek, bir dona kalonkasini ham bonusiga qo'shib beraman inshaalloh. Xo'p, S23 Plus dan keyingi yana ham idealni kuchli bo'lgan telefonlardan biri, o'zini tarixida eng ko'p sotuvga ega bo'lgan S22 Ultra flagmani. Men sizlarga qo'rqmasdan mana shu telefonlarni tavsiya qilsam bo'ladi. 100 karra yaqinlashtirish, o'ziga xos jozibador dizayn, qaranglar. Holatlari ham ideal, salafan plyonkalari olinmagan holatda bizda turibdi. Hattoki 12 ga 512 xotiraliklari ham bor do'stlar. Bu telefonlarni chegirmada Gold Mobile'dan atigi $399 ga xarid qilsalar ham bo'ladi. Shoshilinglar, bular soni chegaralangan. Mana hammasi salafan plyonkali holatda turibdi. Hattoki qo'limda mana 12 ga 512 xotiraligi ham turibdi. Men sizlarga 256 talikni narxida bu telefonni ham do'stlar atiga $418 ga qilib beraman. Ideal sostoyaniyada shoshilinglar, bunaqasi juda ham kam bo'ladi. Bundan keyingi telefonlarimiz juda ham hayratlanarli. Har bir odamni o'ziga jalb qilsa bo'ladigan telefon. Mana qaranglar. Ko'rinish jihatidan $1000 telefonni ko'rinishini beradi. Bir paytlar bular ham $1000 bo'lgan. Hozirda bu telefonlarni kinobgali telefon narxida xarid qilsalar ham bo'ladi. Verizon ixlosmandlariga mana bunaqa Flip 4 telefonlarimiz kelgan. Bemalol bitta sim karta, bitta esim qo'shib ishlatsalar ham bo'ladi. Hattoki mana oldi ham Pony monitor bo'lib ishlab chiqarilgan 5 ham bizda bor do'stlar. Mana ko'rsalar ham bo'ladi. Ochmay turib ham gaplashsa bo'ladi bu telefonlarda. Qaranglar, ishlash jihatidan ham, ko'rinish jihatidan ham juda ham kuchli. Hattoki 17 Pro Max ishlatayotgan odamning yonida ham shuni bukib qo'ysangiz ham hayratlanarli darajada qiziqtiradi bu telefon. Bu telefonlarimiz protsessorlari Snapdragon bilan jihozlangan. Sim kartasi bitta sim karta, bitta eSIM o'qiydi. Bu telefonlar narxi $250-55 sotilayotdi. Men sizlarga Ramazon chegirmasi bilan mana bunaqa salafan plyonka yangidek, hattoki ishlamagandek holatda bo'lib turibdi. Mana Koreyani o'zida ozmoz ishlagan bo'lishi mumkin. Bu telefonlarni $238 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bepul yetkazib beramiz. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Mana ko'rganlaringdek hamma rangidan bor. Bundan tashqari do'stlar, bizda S22 Ultra tashqari S23 Ultra ideal tiniq holatdalari kelgan. Mana ko'rsalar ham bo'ladi. Juda ham ideal tiniq sostoyaniyada, mana qirilgan, shilingan joylari yo'q. Ekranlari ham o'ta ideal tiniq bo'lib turibdi. Bu telefonlarimiz bitta sim karta, bitta eSIM bilan jihozlangan. Bu telefonlarni ham do'stlar, men chegirmada bunaqa narx hali bo'lmagan, menimcha shoshilinglar, atiga $499 dan S23 Ultra yangida ideal holatdasini men sizlarga qilib beraman. Bunaqa taklif faqat Xudo xolasa Gold Mobile tarmoqlarida bo'ladi. Kuzatib boringlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. S23 Ultra $499 dan. Ideal sostoyaniyada kelib do'konimizga ko'rishlaring ham mumkin. Men sizlarning obunachilaringman.
shunaqa narxda ko'rdim, shunaqa narx qilib beringlar desalar ham qilib beramiz. O'zi asli bu telefonlar sotuv narxi 20-30 dollar qimmat. Faqat obunachilarimiz uchun biz chegirma qilyapmiz. Xudo xolasa bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, bundan keyingi telefonlarimiz S21 Plus. Batareykasi ham zo'r bo'lsin, ishlash jihatidan ham zo'r bo'lsin, kamerasi hamma tomonlama zo'r bo'lsin desalaring, birinchi bo'lib men narx tomonlama ham qulay bo'lgan telefon S21 Plusni men sizlarga tavsiya qilaman. 8 Plus qo'shimcha 8 xotira, 256 talik xotira. Bundan tashqari 4800 mAh batareyka bilan jihozlangan. Bu bemalol bir kun to'xtatmay internetga kirib chiqsangiz ham bir kunga zaryadi yetadi degan hamma rangidan bor. Qo'limda S21 Plus telefonlarini 235 dollar sotyapti. Men sizlarga chegirmada bu telefonlarning narxini atigi 228 dollardan qilib beraman. Ya'ni yangi holatlarni 228 dollardan S21 Plus. S21 ning narxida shoshilinglar, soni chegaralangan. Ana endi bundan keyin men sizlarga S22 Plus telefonlarini taqdim etaman. S22 Plus juda ham kuchli ko'rinish va dizaynga ega, ishlash jihatidan ham o'ta kuchli protsessori Snapdragon bilan jihozlangan 8 Gen 1 juda ham programmalarda qatimaslikni sizlarga yetkazib beradi. Mana oqi ham bor, hattoki qo'limda salafan plyonka olinmagan qorasi ham bor. Bularning narxi qo'limdagi S22 Plus mana holatlari idealni, lekin oynagida sal-sal shilingan joylari bor ekan. Men sizlarga buni S22 ning narxida atigi 265 dollarga qilib beraman. Bitta stiklo, bitta g'ilof bonus va qo'shimchasiga kolonka ham qo'shib beramiz. Do'stlar, qiziq bo'lsa bizga sirazi aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul, sirazi sizlarga yetkazib beramiz. Xo'p. Bundan tashqari S20 Ultra telefoni ham bor bizda. S20 Ultra 12 ga 256 xotira, 100 karra yaqinlashtirish. Bu telefonlar ishlatgan odamlar o'zi biladi. O'ta ham tezkor protsessor Snapdragon, programmalarda umuman qatish nimaligini bilmaydi. Bu telefonlar bir paytlar 1000 dollar sotuv narxida chiqqan. Hozirgi narxi ekranning puliga telefon xarid qilsalar ham bo'ladi. Bu telefonlar 285 dollar sotyapti. Men sizlarga chegirmada endi do'stlar 258 dollardan O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ichida bepul yetkazib beramiz. Shoshilinglar, 258 dollar. Faqat qo'limda 2 dona bor. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Redmi Note 13. Korobka dokument, 8 ga 256 xotira, ofitsialniy imekadan o'tgan ikkita sim karta tushadi bu telefonimizga. Holatlari yaxshi, sal-pal oz-moz g'ilobni izi chiqib qolibdi. Ichi ishlagan bu telefonimiz. Buni yangisi sotuvda narxi 2 milliondan tepa. Hammasilarga mana bunaqa 256 xotirali telefonni atigi 1.350.000 so'mga tavsiya qilaman. Shoshilinglar, bunaqasi ham bir dona bor. Bundan tashqari yangi telefonlarga ham chegirma qilganmiz. A17 qo'limda 128 xotiraligini 175 dollar qilib beramiz. 256 xotiraligini 210 dollar qilib beramiz. A56 1 yil garantiya, ikkita sim karta, 8 ga 128 xotiraligini do'stlar men sizlarga 340 dollar qilib beraman. Shoshilinglar. Bunaqasi ham bor. Bundan tashqari Redmi 15C 128 256 xotiraliklaridan bor. 4 ga 128 xotira, 8 ga 256 xotiraliklari bor. 128 xotiraligini men sizlarga 118 dollar chegirmada qilib beraman. 256 taligini 145 dollar qilib beraman. Do'stlar, narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Yanada bundanda sizlarga qiziq telefonlar bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Yana qaysi telefonlar chegirmaga qoldiraylik? Redmi va iPhone telefonlarini ham sizlarga obzor qilib beraylikmi? O'zlaring izohda qoldiringlar. Sog' salomat bo'ling.